Davom etamiz. Kuz-qish mavsumi davomida aholi xonadonlari, ko'p qavatli uy-joylar, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barqaror energiya bilan ta'minlash bugun yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Mavzuni muxbirimiz Samarqand viloyati misolida davom ettiradi. Payariq tumanidagi Xo'ja Ismoil mahallasi hamda ushbu hududda joylashgan Imom Buxoriy majmuasini barqaror tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida joriy yilda qiymati 7,1 milliard so'm mablag' hisobidan tabiiy gaz ta'minoti yaxshilandi. Loyihaga asosan bu yerda 40,4 kilometr gaz tarmoqlari tortildi. Bu esa hudud infratuzilmasini yanada yaxshilash imkonini beradi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tabiiy gaz keldi. Mana xalqimiz hammasi xursand. Bu ishlar osonlikcha o'zidan bo'lmaydi. Buni tagida juda katta mehnat yotibdi. Al-Buxoriy majmuasida katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shularni men ko'rib kelyapman. Men bu ishlarni hech xayolimga ham keltirganim yo'q edi. Bunday bo'ladi deb o'ylaganim ham yo'q edi. Prezidentimizga katta rahmat mana shu ishlarni tashkil qilgani uchun. 5 yillar oldin mana elektr energiyalarimiz, suv, hamma narsa bizlarga muammo bo'ladi. Mana gazlarimiz yaxshi yonib yotibdi, suvlarimiz kelyapti, elektr energiyalarimiz o'chmayapti. Vazirlar Mahkamasini 2024-yil 20-sentyabrdagi 596-sonli qaroriga asosan Xo'ja Ismoil shaharchasi atrofidagi aholi va ijtimoiy soha obyektlari, bu yerda tashkil qilinadigan yangi mehmonxonalar, majmualar gazlashtirish uchun qaror ishlab chiqildi. Bu hududni gazlashtirish uchun Samarqand shahar hududida joylashgan Oqdaryo GRESdan 15,5 kilometr yuqori bosimli gaz tarmog'i tortilgan. Darvoqe Samarqand viloyatida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida manzilli dastur asosida viloyat bo'yicha 24 kilometr gaz tarmoqlari mukammal ta'mirlandi va rekonstruksiya qilindi. 6272 dona gaz taqsimlash qurilmalari texnik ko'rikdan o'tkazildi. 1090 kilometr gaz quvurlarini bosim ostida zichlikka sinash va havo bosimi yordamida tozalash ishlari bajarildi. 92 dona manan eskirgan gaz taqsimlash qurilmalari zamonaviysiga almashtirildi. Viloyatning ichki imkoniyatidan kelib chiqqan holda 19,1 kilometr bo'lgan gaz quvurlari montaj qilinib, gidravlik jihatdan tartibga keltirildi. Buning natijasida iste'molchilar tomonidan tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlariga chek qo'yilishiga hamda 5766 ta aholi iste'molchilarining tabiiy gaz ta'minoti yaxshilanishiga erishildi.